Qitishib, achishib sizni bezovta qilyaptimi? Yoki peshob ishlolmaysiz, doim pampersda yuribsizmi? Yoki bo'lmasa aynan qon yo'llari shunaqa keng, havo chiqadi, ovoz chiqadi, yoki bo'lmasa jinsiy yaqinlik paytida shunaqangi namlik kuchayib ketadi. Mana shu narsalar sizni bezovta qilyaptimi? Nimani kutib turibsiz? Aynan shu darajagacha yetib borishini yoki kasallikni ilk davridayoq u narsani bartaraf qilishdimi? Qichitib, achitib, pampersni kiyib yurmasdan birdaniga murojaat qilishni o'ylash kerak. Ya'ni har 6 oyda har bitta ayol ginekolog ko'rigidan o'tib turishi va agar sizda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan mana shu muolajalarni olish kerak. Aynan meni ekran ortida ko'rib turgan ayollarimiz, har biringiz qaraysiz, har biringizda estrogen degan gormonlar kamayib borishni boshlaydi va buning oqibatida aynan ayollarimizda qindagi mushaklardagi zaifliklar, undan keyin esa intim sohalarida qorayishlar, jinsiy lablarning gormonlar tufayli o'sib ketishlari va shu bilan birgalikda doimiy qichishishlar, achishishlar sizni bezovta qilaveradi. Shuning uchun bu narsani aynan doimo yosh bo'lib, doimo chiroyli bo'lib, doimo intim sohalarida go'zallikni istaydigan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Aynan men sizga mana shu tomonlama yordam berishga harakat qilaman. Barcha lazer muolajalari siz uchun aziz ayollar. Yangi texnologiyadan foydalanib qolish kerak.